Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Biz to'g'ridan to'g'ri jonli efirdamiz. Matbuot anjumani demak O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi bilan tashkil etilyapti va qadrli muxlislar, biz soliq qo'mitasi bilan ikkinchi bor ochiq muloqotni o'tkazyapmiz. Dastlabki muloqotimiz demak soliq qo'mitasida amalga oshirilayotgan so'nggi ulkan islohotlar, ulkan so'zi juda o'rnida qo'llanildi, sababi haqiqatdan ham tizimda o'zgarishlar va yangilanishlar juda ko'p. Navbatdagi yangilanish bugungi matbuot anjumaniga mavzu bo'ladi, chunki bugun sun'iy intellekt va uning imkoniyatlari, uning yordamisiz deyarli hayotimizni tasavvur qila olmayapmiz. Soliq qo'mitasi ham xuddi shu taqlid aholiga, fuqarolarga dadil qadamlarni tashlayapti. Fuqarolar va aholi bilan birgalikda zamon bilan, yangi O'zbekiston bilan shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Demak, bugungi mavzu AI soliq, sun'iy intellekt asosidagi yangi avlod raqamli platformasi. Mana shu platforma haqida batafsil gaplashamiz va akkreditatsiyadan o'tgan jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishlari mumkin albatta. Matbuot anjumanini ochib berish va dastlabki umumiy ma'lumotlarni berish uchun qo'mita raisi maslahatchisi Elmurodov Alisher Abduvalievga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat. Aytib o'tish kerak joizki, oxirgi 10 yilda soliq tushumlari 5 barobarga o'sgan. Bunday bu avvalambor o'sha davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosat natijasidir. Bunday keskin iqtisodiy o'sishni, soliq ma'muriyatchiligini ta'minlash uchun biz albatta eng zamonaviy axborot texnologiyalarini ishlatishimiz kerak edi. Bugungi kunda soliq organlarida 92 ta interaktiv xizmat mavjud. 47 ta axborot tizimi ishlab chiqilgan. Soliq mobil ilovamizdan salkam 18 million fuqarolarimiz foydalanib kelmoqda. Lekin texnologiyalar juda tez rivojlanib kelyapti. Hammalaringiz xabarlaringiz bor, o'zlaringizdan ishlasalaringiz kerak. Oxirgi bir necha yillarda hayotimizga sun'iy intellekt keskin kirib keldi. Ushbu sun'iy intellekt texnologiyalari juda keng imkoniyatlar yaratib bermoqda va bizlar ham soliq xizmatida ushbu texnologiyalardan ortda qolmaslik uchun harakat qilyapmiz va bugungi kunda soliq ma'muriyatchiligiga sun'iy intellekt joriy etgan eng rivojlanayotgan davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor. Ya'ni bizlar bu yilning boshidan sun'iy intellektni ham soliq inspektorlari ishlatadigan tizimlarga ham soliq to'lovchilar tizimiga joriy qildik. Masalan, soliq inspektorlar har bitta pog'onada mahalla inspektoridan boshlab to soliq qo'mitasining rahbariyatigacha sun'iy intellekt ishlatilib kelinyapti bugungi kunda. Shu bilan birga soliq to'lovchilarimiz uchun ham sun'iy intellekt texnologiyalarga asoslangan xizmatlarni joriy qildik. Ushbu AI soliq.uz portalini bugun demak taqdimotini qilib beramiz. AI soliq.uz portali eng zamonaviy, eng tez va qulay texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan. Bugungi kunda 9 ta xizmatdan iborat. Bu soliq to'lovchining har kunlik eng ko'p duch kelayotgan masalalar bilan bog'liq xizmatlar, ya'ni hisobotlar, imtiyozlar, murojaatlar, shu elektron shot faktura, avtokameral jarayoni bilan bog'liq demak xizmatlarni ishlab chiqdik va bundan keyin ham soliq to'lovchilarimiz uchun qulay, tez, shaffof xizmatlarni yaratish maqsadida sun'iy intellekt texnologiyalarini albatta joriy etishda davom etamiz. Albatta, bu o'sha siz sanab o'tgan 90 dan ortiq interaktiv xizmatlarni qaysidir ma'noda bugungi kun davr talabiga to'la mos keladigan navbatdagisi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Platformani o'zining imkoniyatlari, uni umumiy bir xarakteristika tavsiflarini kim tushuntirib beradi? Platformani AKT departament direktori tushuntirib beradilar, Farruh Karimovich Ahmedjanov. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sizlarga bugungi kunda o'sha soliq organlari tomonidan yaratilgan AI soliq platformasi bo'yicha tushuntirish beraman. Bugungi kunda mana shu portalimiz bugungi kunda zamon talabida axborot xavfsizlik qoidalariga rioya etgan holda yaratilgan. Bu yerda barcha soliq to'lovchilarimiz bugungi kunda elektron raqamli imzosi orqali foydalanishi mumkin. Ya'ni yuridik shaxslar bo'yicha bir boshlasak, bugungi kunda yuridik shaxslarimiz uchun
e'tiborlarini ko'rsangiz, AI korxona degan misol uchun xizmatni yaratganmiz. AI korxona xizmati bugungi kunda soliq to'lashi bugungi holati, ya'ni uni soliq organlari bo'yicha qanaqa hisob ma'lumotlari bor, bugungi kunda uni majburiyatlarini bajarish uchun qanaqa hisobotlar taqdim etish kerak. Ya'ni mana bu yerda soliq hisobotlari, soliq to'lovlari, qaysi soliqlar qachon to'langan, vaqtiga to'layaptimi yo'qmi, soliq qarzi bormi yo'qmi. Mana shu yo'nalishlar bo'yicha bugungi kunda AI korxona degan xizmatimiz unga xizmat ko'rsatadi. U xizmatdan foydalanish uchun mana bu boshlash degan tugmani bossangizlar, bugungi kunda o'sha sun'iy intellekt bugungi kunda soliq organlaridan shakllangan barcha ma'lumotlardan foydalangan holda uni bo'yicha ma'lumotlar ko'rsatiladi. Soliq hisobotlarini ham bossangiz, mana shu soliq hisobotlari bo'yicha bugun qaysi soliqlarni qachon muddatlarigacha ham ko'rsatadi. Ya'ni bugungi kunda soliq to'lovchi o'zini majburiyatini bajarish uchun bu xizmat unga ham yordamchi sifatida xizmat qiladi. Keyingi yo'nalish bo'yicha o'tsak, AI EXF degan xizmatni joriy qilganmiz. Bugungi kunda ko'p soliq to'lovchilarga savollar kelib chiqyapti. Misol uchun men faoliyat ko'rsatyapman, nima uchun men bugun elektron hisob fakturam qizil toifada tushib qolyapti? Mazkur xizmatimiz bugungi kunda soliq to'lovchilar avvalo bu faoliyati davomida o'zi faoliyat davomida nechta hisob faktura rasmiylashtirilgan, o'sha rasmiylashtirgan fakturalari nechtasi qizil toifa, nechtasi yashil toifa. Xuddi shu xizmat yuqoridagi AI korxona kabi boshlash tugmasini bossangiz, bugungi kunda umumiy uni faoliyati bo'yicha ko'rsatib o'tiladi. Pastda ko'rsatilgan o'sha qizil toifadagi elektron hisob fakturasini ko'rsatsa, bo'lsa-ga bu yerda u nima uchun ayni qizil toifada tushganini sabablarini ko'rsatib beradi. Va kelgusi faoliyatda mana shu qizil toifada tushmasligi ham bo'yicha bu yerda o'zini tavsiyalarini beradi. Ya'ni soliq to'lovchi qizil toifa tushgan albatta to'lovlarni agar qo'shilgan qiymat solig'ini to'lasa yashilga o'tadi, lekin kelgusi faoliyatda ham mana shu qizil toifada hisob fakturalarni shakllanmasligi uchun uni shu sun'iy intellekt bo'yicha tavsiyalarga rioya etsa, keyingi faoliyatda takrorlanmaydi. Keyingi yo'nalish bo'yicha agar o'tsak, AI reyting. Ya'ni bilamiz bugungi kunda o'sha barqarorlik reytingi joriy qilingan, barcha soliq to'lovchilar o'sha barqarorlik reytingidan kelib chiqib, bugungi turli xil soliq imtiyozlaridan foydalanish mumkin. Preferensiyalar juda ham ko'p berilgan. Bu yerda ham soliq to'lovchi o'zini faoliyati bo'yicha nechta yo'nalishda baholanyapti. Har bir yo'nalish, har bir mezon bo'yicha nechta ball oldi yoki qaysi yo'nalishlarda ball olmadi. Yani boshlash knopkasi bosganda unga umumiy tushuncha beriladi. Ya'ni siz bugungi kunda qaysi toifadagi yo'nalishlar bo'yicha ball olyapsizmi, yo'qmi? Bugungi kunda reytingingiz qancha? Xuddi shunda bu yerda ixtiyoriy bittasini tanlab bosganingizda mana shu yo'nalish bo'yicha agarda siz ball pastga olgan bo'lsangiz, bu yo'nalish bo'yicha nima mezon, qanday baholanadi? O'sha baholangan ballarni yuqorisini olish uchun ham nima qilishingiz kerakligi. Ya'ni bugungi kunda soliq organlari o'zidagi tizimdagi barcha algoritm, barcha shartlarni shaffof ko'rsatilyapti. Ya'ni soliq to'lovchiga, soliq organlariga murojaat qilib, qo'shimcha savollar yozib berib yoki xatlar bilan murojaat qilish zaruriyati yo'q. Ya'ni mazkur tizim unga shunday savol bersam, men misol uchun bitta yana qo'shimcha savol bersak ham imkoniyati bor. Ya'ni tugma bosishdan tashqari soliq to'lovchi o'ziga xohlagan savolni berish, o'sha yo'nalishlar bo'yicha maksimal ball olish uchun nima qilish kerak deb misol uchun savol bersa, bu tizim ham o'sha yo'nalish bo'yicha qanaqa imkoniyatlari bor. Bugungi kunda soliq to'lovchi o'sha har bir barqaror reytingdagi har bitta mezon bo'yicha nima qilsaki o'sha yuqori ball olishi mumkinligi imkoniyatlarini ko'rsatadi. Albatta bu ham bugungi kunda interaktiv xizmatlarning farqli joyi shundaki, barcha javoblar moment shu onlayn rejimda olinadi. Keyingi yo'nalish bo'yicha o'tsak, bilamiz, avtokameral degan tizimimiz bor. Bizlar avtokameral bo'yicha shu paytgacha soliq to'lovchilarga kamchiliklarni interaktiv xizmatda ko'rsatib, undan har qanday hujjatlar talab qilardi, lekin bu yangicha podxod bo'lyapti. Bu yerda soliq to'lovchi bugungi kunda soliq organlari nima kamchiliklari borligini ko'rsatadi. Ya'ni boshlash bo'lsangiz, bugungi kunda soliq to'lovchini
bizlardagi bilasizlar ko'p tizimlarimiz bor. O'sha tizimlardagi soliq to'lovchiga nisbatan o'sha har bir soliq turi bo'yicha qanaqa xavflari bor? Ya'ni taqdim etilgan hisobotga nisbatan bizdagi mavjud tashqi manbalardan kelib chiqib qanday uni kamchiliklarini ko'rsatadi. Bundan tashqari o'sha kamchiliklar qanday kelib chiqyapti? Bo'lsangiz u formularigacha ko'rsatiladi. Mana shu kamchilikni to'g'rilash uchun nima qilishligi ham ko'rsatadi. Ya'ni soliq to'lovchiga bu yangicha servis bo'ladi. Bu xizmatimiz bugungi kunda avtokameral xizmatimiz bo'yicha soliq to'lovchiga mavjud kamchiliklarni ko'rsatib, o'zi ixtiyoriy ravishda bartaraf etish uchun imkoniyat beradi. Bu uchun misol uchun uni bajarmasa, unga nisbatan qanday chora ko'rsatilmaydi. Ya'ni misol uchun barcha xizmatlarimiz o'sha soliq to'lovchiga qo'shimcha yordamchi sifatida xizmat qiladi. Keyingi yo'nalishni o'tsak, misol uchun AI imtiyoz. Bilamiz, bugungi kunda juda ham ko'p qaror, farmonlar bilan soliq kodeksimizda ko'p moddalarga juda ham ko'p imtiyozlarimiz bor. Bugungi kunda soliq madaniyatini oshirish bo'yicha ham bugungi soliqdagi mavjud imkoniyatlarni soliq to'lashga yetkazish uchun mana shu xizmatni joriy qildi. Ya'ni bugungi kunda sizda huquqingiz bor. Qaysidir imtiyozdan foydalanishingiz mumkin. Lekin mana shu imtiyozni borligi yoki uni foydalanish uchun qanday shartlarni bajarish bo'yicha mana shu xizmat ko'radi. Ya'ni bossangiz boshlash. Bugungi kunda mana shu korxonamiz bitta imtiyozdan foydalanyapti, lekin o'sha foydalanmasdan qolgan imtiyozlar ham ro'yxatda ko'rsatadi. Bittasini bo'lsangiz, bugungi kunda mana soliq kodeks 264-moddasiga asosan uga qanaqa imtiyoz qo'llanishi mumkin. Ya'ni bugungi kunda sun'iy intellekt sizni korxonangizni olib, sizni amalga oshirayotgan har qanday operatsiyangizni tahlil qilib, sizni faoliyatingizga mos imtiyozlar bazasini izlab chiqadi. Ya'ni shu imtiyoz bazasidan kelib chiqib, sizni faoliyatingiz mos keladigan imtiyozlarni tanlab sizga ko'rsatadi. Ya'ni shuni mana shu foydalansang bo'ladi. Foydalanish uchun mana shu shartlarni bajarsan, shu imtiyozdan foydalanish mumkinligi ham ko'rsatiladi. Ya'ni bugungi kunda soliq to'lovchilar o'z huquqlarini, ya'ni huquqlardan foydalanishi bu imkon yaratib beradigan tizim. Keyingi xizmatdan foydalansa bu AI hisobot. Bilamiz, soliq to'lovchilar bugungi kunda soliq majburiyati bo'yicha hisobotlar taqdim etish kerak. Bugungi kunda misol uchun boshlash knopkani bossangiz, bugungi kunda o'zi qaysi soliq bo'yicha qachon siz hisobot berishingiz kerak, muddati qachon. Ya'ni soliq to'lovchiga bu yordamchi sifatida unga ogohlantirib turadi. Ha, bugun sana mana shumi, shu sanada siz mana shu hisobotingizni taqdim etish kerak. Qaysi hisobotingiz qachon taqdim etgan? Tahlil qilish knopkani bossangiz, bu yerda o'shani qaysi davr uchun qancha har qanday hisobot bo'yicha qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, uni vaqtiga taqdim etmasangiz nima oqibatlari olib kelishi mumkin? Bugungi kunda soliq organlarida ko'p xizmatlarimiz, ya'ni soliq hisoboti bo'yicha praktikalarga o'tkazganmiz. Ya'ni soliq to'lovchilar juda ham ko'p qulaylik yaratib berdik. Soliq to'lovchi bugungi kunda shaxsiy kabinetiga kirsa, hisoboti o'zi shakllanadi. Ya'ni siz bugungi kunda mavjud ma'lumotlardan kelib chiqib, siz ko'rib chiqasiz, hisobotda ko'rsatishingiz to'g'rimi, yo'qmi? To'g'ri biz tasdiqlasangiz, o'sha hisobot bo'yicha ham bugun bu tizimiz, AI hisobot tizimimiz bugungi uga qulay yordamchi sifatida shaffof, hech narsa bizda tizimimizda nima ko'rsatishlar bo'lsa, barcha ko'rsatishni soliq to'lovchilar ko'rsatyapmiz. Keyingi ikkita tizimimiz bu kelajakda qisqa vaqt ichida biz yaratilayotgan tizimimiz bu AI murojaatlar hamda AI yordamchilar. Ya'ni AI murojaat bugungi kunda ko'p xizmatlarimiz bor interaktivda. Misol uchun siz misol uchun qanday ariza yuborasiz, ma'lumdir vaqtlar yuborasiz. Bu xizmat boshqacha sun'iy intellekt elementlaridan foydalangan holda sizga murojaat qilishni imkonini beradi. Ya'ni soliq to'lovchi murojaat qildi, murojaatingiz bo'yicha sun'iy intellekt mavjud soliq organlar ma'lumotlari bazasida foydalangan holda sizga murojaatingizga nisbatan javob tayyorlaydi. Ya'ni soliq organlariga xodim ko'rib chiqadi, sizni murojaatingizga oid sun'iy intellekt elementlaridan foydalangan holda sizga javobni yo'llaydi. AI yordamchi. Bilasizlar, bizlar 2 yil oldin Davron degan tizimimiz yaratdik. Bu unga nisbatan boshqacha. Ya'ni bugungi kunda bizlar soliq LLM katta til bazasini yaratdik modelni. O'sha modelda barcha bizni qonunchiliklarni o'rgatdik. Ya'ni soliq kodeks bo'ladi. Prezident vazirlar mahkamasining qaror farmonlari bo'ladi. Soliq oid barcha oid normativ hujjatlarni yig'ib biz bazasini shakllanyapmiz. Ana shu AI yordamchi
bugungi kunda sizni ma'lumotlaringizdan oid sizdagi nima muammolaringizga kelib chiqib o'sha soliq kodeksi normalaridan asosan sizga javob beradigan, ya'ni bu boshqacha. Shu paytgacha biz o'sha davronda tizimda joriy qilayotgan umumiy savollarga javob berilardi. Bu bugungi kunda ulardan farqliroq, ya'ni sizni soliq organ ma'lumotlari bazasida ko'rsatishlaringizga qarab javob beradigan yo'nalish bo'ladi. Yana bundan tashqari bizlar soliq to'lovchilarda qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida yana qo'shimcha servislar, ya'ni AI yechimlarni ham bu tizimda joriy qilganmiz. Bu yerda mana misol uchun matnni nutqni aylantirish. Ya'ni bilamiz, bugungi sun'iy intellekt imkoniyatlari juda ham keng. Ya'ni siz olib matn degan oynasida yozsangiz, bu yerda sun'iy intellekt assistent tanlaysiz, xohlasiz erkak kishi, xohlasiz ayol. Ya'ni sizni matningizni ovozga aylantirib beradi. Keyingi xizmatimiz misol nutqni matga, ya'ni siz ovozni gapirishingiz bu yerda mikrofondan bor, xohlasangiz audio fayllar joylash, sizni ovozdagi nutqingizni tekstga aylantirib beradi. Bundan tashqari bizlar ovozli identifikatsiya xizmati ham joriy qilganmiz. Bilamiz, bizlarda misol uchun ko'p soliq to'lovchilar mobil ilovasidan foydalanadi. Bu yerda ularga qo'shimcha himoya vositasi bo'yicha yana bitta audifikatsiya deydi. Bu yerda inson o'zini ovozi bilan kirish ruxsat beriladi. Ya'ni misol uchun Face bo'lsa, bitta tizimimiz qo'shimcha SMS kod bilan bo'lsa, bu 3-yo'nalish, ya'ni ovozli identifikatsiya. Undan keyingi bizlarda call centerimiz bor. Juda ham ko'p qo'ng'iroq bo'ladi. Operatorlar o'z vaqtiga javob berishga ulgurmaydi. Bu ham sun'iy intellekt yordamida bugungi kunda o'sha soliq bazasidan foydalangan holda bizlar o'sha sun'iy intellekt o'sha operatorni joriy qildik. Ya'ni soliq to'lovchilarining murojaatlariga imkon qadar o'zi javob beradi. Agar qandaydir murakkab savol bo'lsa, operatorga ulab beradi. Bundan tashqari, mana shu tizim bo'yicha bizlar yana bitta xizmat joriy qilyapmiz. Soliq to'lovchilarning bugungi kunda majburiyatli, ya'ni soliq qarzi bo'lsa, qo'ng'iroq qiladi. Ya'ni xodimlarni ham ishni samaradorligini oshirib beradigan tizim qildik. Computer vision, ya'ni bu o'sha bizlarda bir ikkita hududlarimizda kameralar o'rnatganmiz. Mana shu sun'iy intellekt ham mana shu karyer nazorat degan axborot tizimimiz bor. O'sha tizim orqali, kameralar orqali sun'iy intellekt o'tayotgan yuk mashinani analiz qiladi. Ya'ni tahlil qilib, u yuk mashinaga nima ortilgan, yuk mashina kimga tegishli. Bu ham bizda misol uchun qo'shimcha soliq organiga yordamchi sifatida xizmat qiladi. Asosan shu, agar yana qo'shimcha qandaydir savollar bo'lsa, savollarga qarab ham batafsil tushuntirishlar beramiz. Taqdimot juda batafsil bo'ldi menimcha. To'liq har bitta o'sha bandlarigacha aytib chiqildi, lekin keling mana shu akkreditatsiyadan o'tgan jurnalistlar savollarni tayyorlab olgunlaricha menda bitta savol bor. Platformada mana o'zi hozir hammamizga sir emas, sun'iy intellekt qanday ishlaydi, sun'iy intellekt ishlash prinsipidan hammamiz xabardormiz. Umumiy ma'lumotlar bazasidan foydalanadi albatta. Va bu yerda o'sha tadbirkorlarga deylik, ularning ma'lumotlariga, ularning qaysidir ma'noda sirlariga imkon bor platformada va xavfsizlik eng muhim nuqta. Bu yerda o'sha bir necha xavfsizlik tizimlari ishlashi bor gap, lekin baribir hozir inson omili bor joyda ishonch bor qaysidir ma'noda. Men mana bu odamga ishonaman, intellektga ishonmayman deydiganlar ko'p. Ularga qanday javob bergan bo'lardingiz? Albatta, mazkur tizimda birinchi navbatda axborot xavfsizligi bo'yicha bir tushuntirish bermoqchiman. Bu tizimda har qanday soliq o'zini elektron raqamli imzosidan foydalanadi. Ya'ni siz kirganingizda faraz qilaylik, boshqa soliq to'lash ma'lumotini ko'ra olmaysiz. Ya'ni barcha ma'lumotlarimiz o'sha sun'iy intellekt bazasi deysizmi, o'zimiz hamma narsa o'zimizning ma'lumotlar bazasida saqlangan. Bu yerda siz bilan muloqot qilayotgan o'sha har qanday yozishma bizlarda mutaxassislar bor. Ishchi guruh tashkil qilganmiz. Har bitta savol javob, qanday savol tushyapti, qanday javob, har bittasi log deydi, tarixni ko'rib chiqadi. Ya'ni sun'iy intellekt bu yosh boladek tarbiyalayotgan tizim. Ya'ni uni biz kunma-kun tarbiyalaymiz. Qanaqa murojaatlar kelib tushyapti,
soliq to'lovchilar nima qo'shimcha ularga imkoniyat yaratildi. Ya'ni qancha savol ko'p tushsa, qancha ko'p yo'nalish bizlardan so'rasa, biz mana shu tizimni imkoniyat kengaytirib beramiz. Demak, vaqt o'tishi bilan tizim takomillashib boradi. Mukammallashtirib. Sun'iy intellekt shunaqa narsaki, boshida to'g'ri, uni yosh bolada bilimi 100 ta bo'lsa, keyincha 1000 ta, million ta oshib ketaveradi. Ya'ni o'z ustida ishlab, o'sha fikrini, bilimini oshirib boradigan tizim. Yana bitta savol, mana tizim xavfsizlik haqida gap ketyapti. Serverlar masalasi. Serverlar O'zbekistondami yoki o'sha bulutli cloud sifatida boshqa mamlakatlarda joylashgan? Shuncha qilmoqchi edim. Ya'ni sun'iy intellekt texnologiyasi tagida katta til modeli turibdi. Ushbu katta til modeli o'zimizni soliq serverlarida joylashgan ma'lumotlarga asoslangan holda ishlaydi. Bu ma'lumotlarni O'zbekistondan tashqari chiqarmaydi. Bu masalan, sun'iy intellektdan javob olish uchun hech qayerga, Amerikaga yoki boshqa davlatlarga so'rov yuborib, javobini asosida ishlamaydi. Bu hamma texnologiyalari o'zimizda joylashgan. Serverlari ham O'zbekistonda yopiq, xavfsiz perimetrda joylashgan. Tushunarli. Rahmat. Savol-javob qismiga o'tamiz. Bevosita mana jurnalistlar tayyor turishibdi. O'zingizni tanishtirasiz. Marhamat. O'zbekiston telekanalidan ijtimoiy siyosiy va iqtisodiy ko'rsatuvlar muharririyatidan katta muharrirman Sultonova Komila. Mani bitta savol qiziqtiradi. Mana ma'lumki, bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari orasida jinoyatchilikka tortilishda eng asosiy sabab bu ularni soliq tizimidagi yangiliklardan va soliq tizimidagi yangi ma'lumotlardan o'z vaqtida xabarsiz qolganligi tufayli yuzaga kelayotgan edi shu paytga qadar. Endi mana shu yangi raqamli platformani yuzaga kelishi qay darajada kichik biznes va xususiy tadbirkorlar o'rtasidagi ana shu jinoyatchilikni ma'lumotlarni o'z vaqtiga yetib bormaslik va uni singdirib olmaslik tufayli yuzaga kelayotgan holatini kamaytirish ehtimoli bor. Mana shunga javob bersangiz degandim. Albatta, mazkur tizimni aytganda juda ham imkoniyatlari keng. Albatta, soliq to'lovchilarni xabardor qilish. Bugungi kunda bilamizki, qonunchilik bilmaslik, u javobgarlikdan ozod qilinmaydi. Shuning uchun mazkur tizim sizda xabar berib turadi. Boyninga aytgandek, soliq majburiyatlari. Ya'ni bugungi kunda soliq to'lovchi ro'yxatda o'tdimi? Ya'ni o'sha AI korxonadagi umumiy holati bo'yicha tushuntirish beradi. Bugun siz faoliyat turi bilan bajarmoqchisiz, qaysidir faoliyatdan o'sha faoliyat bajarish uchun siz nima qilishingiz kerak? Ya'ni majburiyatingiz nimalardan? Ya'ni siz davlat ro'yxatida o'tishingiz kerak. Savdo xizmat bo'lsa, onlayn kassa apparat o'rnatishingiz kerak, misol uchun. Agar bir qandaydir qo'shilgan qiymat solig'idan hisobga olish huquqiga ega bo'lish uchun guvohnoma olish kerak. Ya'ni bugungi kunda mana shu bu yerda sun'iy intellekt soliq to'lovchiga o'sha bugungi kundagi soliq bilimini yetkazib berish uchun juda ham katta instrument deb o'ylayman. Boyagi aytgan buni bizlar, ya'ni hozirgi kunda misol uchun 7 ta xizmat joriy qilganmiz, buni yana kengayib ketadi. Ya'ni sun'iy intellekt sizga o'zi chiqib xabardor qilish tizimini ham biz kengaytirmoqchimiz. Ya'ni har qanday soliq to'lovchi ogohlantirish tizimimizni ham shu tizimga aylantirmoqchimiz. Shu tizim orqali o'tkazmoqchimiz. Ya'ni soliq to'lovchilarni albatta uni xabardor qilib tursa, birdan chora qo'llanmasdan, albatta uni bir necha marta xabardor qilgandan keyin u majburiyatlarni bajaradi. Erta men bilmadim, men xabarim yo'q deyishga asosan qolmaydi. Ya'ni keyingi huquqbuzarlik bilib turib, ya'ni bo'ladi-ku shunaqa soliq to'lovchilar bila turib qilmaydiganlar. O'shalar qoladi. Lekin agarda bugungi kunda insofli soliq to'lovchilar uchun bu juda ham katta imkon beradigan tizim deb o'ylayman. Rahmat. Shu o'rinda bitta savol, mana ijtimoiy tarmoqda biz bot tashkil qilganmiz. O'zbekiston murojaat bot manzilini avval e'lon qilganmiz va manzilga savollar ham yetib kelgan. Platforma amaldagi May soliq.uz xizmatlaridan nimasi bilan farq qiladi? Farq qilsa asosiylarini aytib bering deyishyapti. May soliq.uz platformamiz bu bizning asosiy platformamiz. 92 ta interaktiv xizmat joriy etilgan. Bu ko'p yillardan beri 10-15 yillardan beri ishlab keladigan platformamiz. Ushbu platformada soliq qonunchilikka oid barcha jarayonlar raqamlashtirilgan. Soliq ma'murchiligida bugungi kunda qog'oz mutlaqo ishlatilmaydi. Lekin bu yangi AI soliq.uz ishlab chiqqan portalimiz bu sun'iy intellekt asosida ishlaydigan xizmatlarning portali, platformasi.
borib o'sha 92ta hozirgi amaldagi interaktiv xizmatlarimiz ham sun'iy intellekt texnologiyalar asosida qaytadan ishlab chiqiladi. Lekin bu AI soliq, bu qandaydir eksperimental desak ham bo'ladi. Bu portalimiz barcha soliq to'lovchilarni, tadbirkorlarni, buxgalterlarni o'sha portalga qilib foydalanishga taklif qilmoqchimiz. Tushunarli. Hozir mana sizni javobingizdan yana bitta savol tug'ilyapti shaxsan menda. Agar sizni so'zingiz bilan aytadigan bo'lsak, o'sha eksperimental bo'lsa, tavsiyaviy xarakterga ega bo'lsa, unda mana shu tizim bergan tavsiyalar ham majburiy bo'lmaydimi? Shunda qanday bo'ladi? Bu sun'iy intellekt avvalambor yordamchi. Sun'iy intellekt odam uchun qaysidir harakatlarda yoki odamlarni almashtirish uchun qilinmagan. Ishni yengillashtirish uchun. Bu portalimiz 99.9% to'g'ri ma'lumot beradi. Chunki bu sun'iy intellektimiz bizning bazaga ulangan, soliq bazasiga ulanib, soliq to'lovchining aniq raqamlar asosida xulosa va tavsiya qiladi. Ya'ni buni o'sha ChatGPT, Claude va boshqa katta bugungi kunda sun'iy intellektlardan farqi nimadan iborat deb so'rasangiz, u tizimlarda ular umumiy ma'lumotlarga asoslangan holda, internetdagi bor ma'lumotlarga asoslangan holda javob beradi. Masalan, qaysi tadbirkor kirib, mani biznesim haqida yoki mani korxonam haqida javob ber desa, umumiy javob beradi. Bo'ldi. Bizning sun'iy intellektimiz ushbu tadbirkorni soliq bazasidagi bor ma'lumotlarga asosan, bizning soliq ma'lumotlar bazasi eng katta bazalardan bittasi. Bizlarda faqat o'zimiz bazadan tashqari 70 ta idora va vazirlik ma'lumotlarida mavjud juda katta hajmdagi ma'lumotlarimiz bor. Shu ma'lumotlarga asosan aniq o'ziga tegishli javoblarni beradi. Ushbu javoblarni ishlatish bu tadbirkorni har kunlik ishini osonlashtirish uchun yaratilgan xizmatlar. Demak, ishlatib ko'rsa, bu savolga ham javob topsa bo'ladi. Ishlatib ko'rish kerak. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum. O'zbekiston kanali Jarayon informatsion dasturi muxbiri Iroda Odiljonova va meni savolim shundan iboratki, AI korxona yoki bo'lmasa AI imtiyoz xizmatlaridan foydalangan tadbirkorga noto'g'ri tavsiyalar berilsa yoki u jarimaga tortilsa yoki bo'lmasa qandaydir soliq to'lash kerak bo'lsa, bu vaziyatda soliq qo'mitasi javobgarlikni o'z bo'yniga oladimi? Tizimda agar xatolik kuzatilsa, javoblarda xatolik bo'lsa, endi xatolik bo'lishi mumkin-ku baribir, to'g'rimi? Bor xatolik bo'lish anaqasi juda kichkina, ehtimoli juda kichkina, bu bir. Aytib o'tganimizdek, ushbu tizimlar, axborot tizimlar tavsiyaviy tizimlar. Ya'ni tadbirkor kiradi, juda tez vaqtda, juda qisqa muddatda o'z savoliga javob oladi. Ushbu javobi soliq bazadagi ma'lumotlarga asoslangan javob bo'ladi. Agar ushbu javobda xato bo'lsa, demak birlamchi ma'lumotlarda ham xato bor. Ushbu xatolarni bizlar to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda bu tizim ushbu buxgalterni yoki soliq konsultantini yoki o'sha soliq ma'murchiligiga javobgar shaxsni o'rnini bosolmaydigan tizim. Ham uni vazifasi ham undan iborat emas. Ushbu korxonadagi soliq uchetiga, endi soliq uchetiga javobgar shaxs uchun bu yordamchi instrument. Rahmat, tushunarli. Marhamat. Xalq so'zi gazetasidan Aliqulov Abdunabiman, sharhlovchiman. Meni qiziqtirayotgan masala mana shu platformani sinov tariqasida o'zimiz ham ishlatib ko'rdik dastlabki bosqichda. Yomon emas, ancha mukammal. Men so'ramoqchi bo'lganim, mana shu platformani yaratishda mahalliy mutaxassislar ishtirok etdimi yoki chet eldan mashhur firmalar jalb etildimi? Bu birinchi savolim. Ikkinchida 2030-yilgacha soliq tizimida shunaqangi sun'iy intellektni foizi necha foizga borishi mumkin? Chunki dunyo bo'yicha hisoblaydigan bo'lsangiz, dunyoda sun'iy intellektdan foydalanish darajasi Birlashgan Arab Amirliklarida 70% ga yetyapti, mamlakatimizda 20% atrofida. Keyin yana bitta narsani aytmoqchi edim. Soliq tizimi yildan yilga mukammallashib boryapti. Bu tizim ko'proq joriy etilishi soliq tizimida mutaxassislarni o'rnini egallashi mumkinmi, yo'qmi? Shtatlar qisqarishi bilan bog'liq masalasi. Keyin mana shu platformaning yaratilishi soliq to'lovchilarga qancha summa yukini olib keldi, qanchaga tushdi? Shuni ham aytib o'ta olasizmi, yo'qmi? Rahmat sizga. Rahmat. 4 ta savol bo'ldi. Rahmat. Juda qiziq savollar. Birinchi savolingizga javob.
G'urur bilan aytsam bo'ladiki, ushbu tizim 100% mahalliy mutaxassislar kuchi bilan ishlab chiqilgan. O'zimizning soliq tizimida 3 ta bo'lim mavjud, sun'iy intellekt bilan ishlayotgan bo'lim. Bu soliq qo'mitasida demak AKT departamenti sun'iy intellekt boshqarmasi bor. Qoshimizda yangi texnologiyalar ilmiy markazida ham sun'iy intellekt bo'limi tashkil etilgan va ma'lumotlarni qayta ishlash markazimizda ham sun'iy intellekt bilan ishlayotgan mutaxassislar mavjud. Ushbu mutaxassislar chet elda o'qib kelishgan, eng ilg'or davlatlarda ushbu texnologiyalarga o'qib kelishgan hamda siz ko'rib turayotgan AI soliq.uz portali, bundan tashqari 8 tadan ortiq tizimlarimiz bor, ichki tizimlarimiz bor, tashqi tizimlarimiz bor, sun'iy intellekt ishlatiladigan. Ushbu tizimlarda bironta chet el mutaxassisi yoki bironta chet el kompaniyasi bularni ishlab etishga jalb etilmagan. Ikkinchisi sun'iy intellekt foizi. Albatta borib bu foizimiz oshadi. Hozir bu qilayotgan ishlarimiz bu birinchi qaldirg'och. Bu ishlarimizni sinovdan o'tkazganimizdan keyin, birlamchi natijalarni olgandan keyin tezlik bilan qolgan xizmatlarimizga, qolgan jarayonlarga ham sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilamiz. Masalan, bitta oddiy misol, bugungi kunda soliq to'lovchilarning murojaatlariga javob tayyorlayotgan servisimiz ham tayyor. Ya'ni o'sha soliq to'lovchidan yozma ravishda personal kabinet orqali kelayotgan murojaatga sun'iy intellekt juda tez javob tayyorlab beradi inspektor uchun. Bu javobni yubora olmaydi o'zi sun'iy intellekt, chunki baribir qonun oxirgi nuqtani inson qo'yish kerak, inson yuborish kerak, inson javob berish kerak o'shanda bu jarayonga. Lekin menimcha, meni fikrimga, mana shu juda tez rivojlanib, menimcha 1 yillarda 70-80% ga ham xizmatlarimizga sun'iy intellekt kirib borish ehtimoli juda katta. Uchinchi savol, xodimlarni qanchalik soni qisqartirib kelinyapti. Oxirgi 5 yilda soliq xodimlarining soni 27% ga qisqargan. Ya'ni yig'ayotgan soliq tushumlarimiz 5% ga 5 barobar o'sgan, xodimlar soni shu bilan birga pasayib ketgan. Bu o'sha zamonaviy texnologiyalar ishlatishimizning natijasidir. Shu bilan birga. Bu lekin o'sha sun'iy intellektning asosiy prinsipi, mana bizning xodimlarimiz o'sha har xil jahondagi konferensiyalarga qatnashadi. Yaqinda ham Budapeshtda bo'lgan konferensiyaga qatnashib kelishdi. O'sha yerda ham shu narsa aytilyaptiki, sun'iy intellekt insonni o'rnini bosiladigan texnologiya emas. Sun'iy intellekt yordam beradigan texnologiya, oxirgi qarorda baribir inson qabul qiladi. Va soliq to'lovchilarga qancha tushgan? O'sha boya birinchi savolga aytib o'tganimizdek, o'zimizning mahalliy mutaxassislar ishlab chiqqan evaziga bu hech qanday qo'shimcha xarajatga olib kelmagan, chunki o'sha bizning demak joriy strategiyalarimiz doirasida raqamlashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish strategiyasining doirasida ishlab chiqilgan bu barcha texnologiyalar. Uni kelajakda balkim buni bizlar tez va qandaydir balkim kelajakda qandaydir qo'shimcha xarajat bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kunda sizlar ko'rib turgan natija joriy xarajatlar doirasida yaratilgan. Tushunarli. Rahmat. Hozir yana O'zbekiston murojaat bot manziliga kelgan savolni o'qib eshittirsam, soliq imtiyozlari haqida ekan. Ko'pchilik tadbirkorlar o'zlari haqli bo'lgan imtiyozlardan to'liq foydalanmaydi. AI imtiyoz tizimi bu muammoni qay darajada hal qila oladi deyishibdi. Menimcha, mana shu imtiyoz tizimi shu muammoni hal qilish uchun ham yaratilgan, to'g'rimi? Aytib ko'rsatdim, AI imtiyoz bu yerda uni foydalanayotgan imtiyozlar ko'rsatadi. Ya'ni shu yerda yana bitta joy bor edi. Misolimizda bu yerda misol uchun rad etish holatlari bor. Ya'ni siz qanaydir imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni qanaydir hujjat ilova qilmagan bo'lishingiz yoki qanaydir asosni noto'g'ri tanlagan bo'lishingiz mumkin. Uni ham sababini ko'rsatadi. Lekin yana soliq to'lovchilarga yana bitta narsa yetkazmoqchimanki, bugungi kunda imtiyoz tizimimiz bor. Unda ham bugun inson omilini kamaytiryapmiz. Ya'ni siz bugungi murojaatingiz asosida даже 90% imtiyozlarni avtomatik qabul qilinadigan qildik. Ya'ni soliq to'lovchi avvalo to'g'ri imtiyoz tanlanishi kerak.
ya'ni uni faoliyatiga oid bo'lishi kerak. Bizda aytganda tashqi manbamiz bor, shu tashqi manbada ma'lumotlarimiz bor. Siz soliq to'lovchilar bo'yicha o'sha ma'lumotlar asosida solishtiriladi. Agarda shu imtiyoz sizga tegishli bo'lsa, tizimni o'zi avtomatik tarzda imtiyozingiz qabul qilinadi. Mana shu tizimimiz unga rad etish sabablarini izohlab beradi. Demak, qo'ng'iroq qilib so'rash, kimnidir tanishni qidirishni hojati qolmaydi. Hojati yo'q. Ha, tushunarli. Marhamat. Mamatqulova, mahalla telekanali jurnalistiman. Tomonidan berilgan hisobot va qarzdorlik bo'yicha ma'lumotlarga agar soliq to'lovchisi norozi bo'lsa, qanday murojaat qilsa bo'ladi va buni ko'rib chiqish mexanizmi qanaqa? Rahmat. Bu yerda misol uchun AI murojaatlar degan unimiz bor, xizmatimiz. Bu kelajakda o'sha ishlab chiqilmoqda deb turibdi. Holatda bugungi kunda qisqa vaqt ichida ham buni tizimni yaratamiz. Ya'ni soliq to'lovchiga misol uchun bu tizim orqali ham murojaatlar yo'llash imkoniyati yaratib beriladi. Lekin boyagi AI korxonada siz bugungi kunda faqatgina o'zingiz holatingiz bo'yicha ma'lumot olish imkoni bor. Ya'ni holatni ko'rishingiz mumkin, kelib chiqish sabablarini ko'rishingiz mumkin, qaysi soliq turingizda qarzdorlikni ko'rishingiz mumkin. Lekin qandaydir norozi bo'lsangiz, qandaydir u bo'lsa, ya'ni AI murojaat xizmati ham orqali o'sha narsani murojaat qilsa bo'ladi. Rahmat. Yana bitta savol, toifalar haqida gapirib o'tdingiz. Qizil toifaga tushish sabablarini AI qanday aniqlaydi va bu tadbirkor uchun afzallik beradimi deyishibdi. Qizil toifaga tushish bo'yicha u yerda ham sun'iy intellekt texnologiyalari ishlatiladi. Katta hajmdagi ma'lumotlar ishlatiladi. Ya'ni bu yerda model yaratilgan. Bu yerda bir nechta podxod bor. Algoritmический podxod bor. Endi juda ichiga kirib ketadigan bo'lsak, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan podxodlar ham yaratilgan. Ya'ni juda katta hajmdagi ma'lumotlar tahlil qilinadi. Korxonaning tarixi, korxonaning ro'yxatdan o'tgandan to bugungi kungacha sotib olingan, xarid qilingan, o'sha yozgan shot faktura, cheklari, bundan tashqari harakatlari to'liq tahlil qilinadi. To'liq tahlil qilinadi. Buni korxonaning raqamli egzagi yaratilgan desak ham bo'ladi bizlarda soliq qo'mitasida. Ushbu korxonani demak tarixini tahlil qilgan holda, o'sha raqamli egzagini tahlil qilgan holda uni kontragenti ham tahlil qilinadi. Shu bilan birga o'sha va shot fakturani o'zi ham tahlil qilinib, shunda tizimlar, ya'ni shu algoritmический va sun'iy intellekt asosida asoslangan podxod, o'sha yondashuv asosida tizim qaror qabul qiladi shot fakturani qizil toifasiga, ya'ni yuqori risk toifasiga o'tkazishni. Tushunarli. Marhamat. Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanali Jarayon informatsion dasturi muxbiri Og'ajon Allamrodman. Savolim shuki, yaqinda ishga tushirilayotgan AI murojaatlar xizmati tadbirkorlarning soliq idoralari qarordan norasmiy shikoyat qilishga yordam beradimi yoki kelgusida bu tizim soliq nizolarini sudgacha bo'lgan bosqichga olib chiqish, ya'ni hal qilishda norasmiy huquqiy kuchga ega bo'lgan qarorlarni chiqarish mumkinmi? Ruxsat bersangiz, bizda o'sha soliq kodeksida 230-236 ta moddamiz bor, sudgacha soliq nizolarini hal etish. Bugungi kunda o'sha agar tadbirkorlik subyekti yoki jismoniy shaxs bo'ladimi, tadbirkorlik subyekti bo'ladimi, misol uchun o'sha qarorlardan norozi bo'ladigan bo'lsa, soliq organlarining qaroridan o'sha yuqorida ta'kidlab o'tilgan moddalarga asosan yuqori turuvchi organga berishi mumkin bo'ladi yoki sudga berishi mumkin bo'ladi. Endi sizning holatingizda misol uchun agar bu platforma doirasida bo'ladigan bo'lsa, o'sha bizada o'sha 230-236 ta moddamiz bor bugungi kunda soliq kodeksida. O'sha kodeks me'yori doirasida murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. 6 ta moddada 230-236 moddalar, 6 ta moddamiz bor. Rahmat. Eshitamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanali jurnalisti Daniya Rahmetaliyevman. Mening savolim shundan iboratki, yuqorida ta'kidlanib o'tdi, aytib o'tdingiz, aynan soliq qo'mitasidagi xodimlarni sun'iy intellektga o'qitish bo'yicha, malakali kadrlarni jalb etish bo'yicha yaratilayotgan imkoniyatlarni aytib o'tdingiz va biz bilamiz, har bitta mahallada soliq inspektorlari bor. Aynan ular ham shu sun'iy intellekt bo'yicha bilishi kerak, yaxshi sun'iy intellektni bilishi kerak va ularni o'qitish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Avvalambor bu soliq inspektorlariga bugungi kunda mana juda qisqa muddat oldin bizlar
sun'iy intellekt yordamchisini yaratganmiz. Oldinlari o'sha har bitta mahalla inspektori qandaydir idoraga borib, tumandagi markaziy idoraga borib, bir qator narsalarni pechat qilib, u qog'ozlarga asoslab mahallada masalan ishini tashkillashtirayotgan bo'lsa-da, hozirgi kunda mobil ilovasida soliq inspektori degan mobil maxsus ilova ishlab chiqilgan. Ushbu ilova har bitta inspektorimizga o'zini telefoniga yuklab, endi xavfsizlik u yerda ham xavfsizlik ya'ni bir ikkita talablari bor. O'shandan keyin mahalladagi barcha ma'lumotlarga ega bo'ladi va buni ham vaqt ketkazib, tahlil qilib, qaysi tadbirkorga borsam ekan, qaysi bo'sh obyektlarim bor, qayerda soliq qarzligim bor, qog'ozda ko'rib chiqish o'rniga sun'iy intellektni o'zi adresni vazifalarini belgilab beradi. Ya'ni hurmatli Alisher Elmurodov, bugungi kunda sizning mahallangizda eng dolzarb masalalar, eng demak yuqori ahamiyatga bo'lgan vazifalar mana shular deb tayyor bugungi bir haftalik, bir oylik vazifalarni shakllantirib beradi. Juda to'g'ri savol beryapsiz. Bizlarda mahallalarda bir necha mingdan ziyod, 3000 tadan ziyod xodimlarimiz ishlaydi. Bularda bizlar yaqin vaqtda ushbu sun'iy intellekt texnologiyalarimizni o'qitish rejalarimiz bor va ularni o'qitib chiqamiz. Buni aytib ketish lozimki, mahalladagi umuman soliq tizimidagi inspektorlarimiz ko'pchiligi yosh, ko'pchiligi ushbu texnologiyalargacha ham o'zlari ChatGPT yoki boshqa o'sha Gemini'larni ishlatib ko'rgan. Menimcha juda tez o'rganishlari kerak. O'rganishlari kerak. Tushunarli. Rahmat. Ham ko'rsatish imkoniyati bor agar. Men shu bo'yniga aytganingiz, mana shu soliq mobil ilovasi shakli, ya'ni xodimga kirganda bu yerda ham bugungi kun tahlilni ko'rsa bo'lsangiz, mana bugungi kunda misol uchun xodimimizni o'sha Sirojiddinga tegishli hududda qanaqa soliq to'lovchilar bor, qancha rejasi bor, qaysi qarzdorlik bilan ishlash kerak, qaysi yakka tartiblar muammolari bor. Ya'ni mana shu sun'iy intellekt o'zi tahlil qilib o'tiradi. Qo'lingizda telefon bo'lsa bo'ldi, kifoya. Ya'ni o'sha hududiga ham kiringda. Ya'ni vazifalari bor. Nechta tadbirkorning muammolari bor. Nechta tadbirkorlardan qarzdorliklarni undirish kerak yoki qancha fuqarolar bitta afrasiyobga kiringda. Bu yerda ham misol uchun sun'iy intellekt, ya'ni bugungi kunda soliq to'lovchilarga o'sha mahallaga biriktirib ko'p mahallalar biriktirilgan bo'lsa, alohida mahallasi bo'yicha har biri bo'yicha muqlar. Bundan tashqari o'sha 7 ta mahallada 7 ta biriktirilgan xodimlar bilan ham aloqa qilishi mumkin. Ya'ni o'sha bugungi kunda soliq to'lovchi o'sha bo'yicha barcha ma'lumotlarni bu tizim orqali ko'rish mumkin. Bu ham o'z axborot xavfsizlik qoidalariga rioya qilingan holda ularga xodimlarimizga maxsus kanallar orqali ruxsat bergansiz foydalanishdan. Ya'ni an'anaviy yondashuvda bu soliq inspektori tuman markaziga borish kerak edi, soliq inspeksiyaga kirish kerak edi, kompyuterni yoqish kerak edi. Mana bu ma'lumotlarni olish uchun bir 7 ta 8 ta tizimga kirish kerak edi. Yoki tadbirkorlarning tizimi alohida, qarzdorliklar tizimi alohida, bu mahallabay tizimi alohida. Bularga har bitta tizimga kirib, o'ziga tegishli ma'lumotlarni Excelgami, boshqa qandaydir formatga yuklab, unga ham tahlil qilishga soatlab vaqt ketkazish kerak edi. Hozir esa ilovasiga kiradi. Idoraga ham borish shart emas, shuncha qog'oz raspechatga qilish kerak emas. Telefon anaqa qilib telefoniga kirib, sun'iy intellekt bitta bosadi, sun'iy intellekt uni o'rniga tayyor tahlil, reja, tavsiyalar qilib beradi. Bu vaqtni juda katta, juda tez tejaydi. Haqiqiy yordamchi ekan. Marhamat. Assalomu alaykum, ismim Dinora. Yoshlar telekanali Yangi davr informatsion dasturi muxbiriman. Bilamizki, kundalik hayotda ayrim platformalardan foydalanganda bir vaqtning o'zida ko'p ma'lumotlar qabul qilsa tizim, barqaror ishlash yo'qoladi. Bu tizimda, bu platformada tezlik qanday bo'ladi? Demak, bu platformada ikkita vazirlikning serverlaridan foydalanadi. Birinchisi raqamli vazirlikning super kompyuteri bor. O'sha super kompyuter yaqinda joriy etilgan va sun'iy intellektga oid bo'lgan barcha jarayonlar ushbu serverlarda ishlaydi. Soliq ma'lumotlari esa bizning o'zimiz soliq ma'lumotlarini qayta ishlash markazi bor. Ushbu markaz deyarli har 2-3 yilda zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilib ketiladi.
ushbu markaz tomonidan ta'minlanadi. Hozir bizlar ko'rsatib turgan tizimlarimiz hammasi endi bizlarda boyovoy rejimda deydi. Bu hech qanday sizlar uchun yaratilgan tizim emas. Hozir soliq to'lovchi ham kirsa yoki soliq inspektori ham kirsa, xuddi shu tezlikda ishlaydi. Va bugungi kunda menimcha o'zlaringiz ham ko'rdingiz, juda tez ishlayapti hamma tizimlarimiz. Demak, yuklama ortsa ham tezlik o'zgarmaydi. Xuddi shunday. Bu ishlab chiqarishdan oldin ham katta hajmdagi yuklamaga testlanib chiqariladi bu tizimlarimiz. Rahmat. Yana bitta savolim bor. Raqamli savodxonligi yuqori bo'lmagan fuqarolar uchun bu tizim qanchalik soddalashtirilgan? Juda sodda. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda hech qanday yangi narsa o'ylab topilmagan, chat yoki dialog shaklida qilingan. Ya'ni bizlarning o'sha menimcha bog'larimizdan o'zi urgandi o'sha Telegramga kirib yoki imolarga kirib, o'sha Telegram orqali bu yerda голосовой imkoniyatlarimiz ham bor. Buni ko'rsatib o'tib ketishimiz mumkin. Ovozli savol yoki murojaat yo'llasa ham bo'ladi. Yo matnda yozishingiz mumkin, yo ovozli mikrofonni tugmasini bosib, ya'ni ovozli gapirsangiz ham tizim qabul qiladi savollaringizni. Ya'ni o'sha har kunlik ishlab keladigan Telegram, messenjerlar yoki boshqa ilovalardan qiyin emas. Tushunarli. Rahmat katta. Keyingi muxbirimiz, marhamat. Madaniyat va ma'rifat telekanali jurnalisti Jamshid Oshilovman. Umuman olganda boya qizil va yashil anaqalar haqida gapirdik. Tadbirkorlik subyektlari qizil va yashil ro'yxatlarga ajrashishdan asosiy maqsad nima? Va yashil toifadagi tadbirkorlar qanday real soliq imtiyozlari va yangiliklarga ega bo'ladi va qizil ro'yxatdagilardan farqli? Bu yerda menimcha savol ozgina bo'ldi. Albatta, AI platformasiga doir emas, lekin menimcha agar mutaxassislar bo'lsa javob berib ketsa. Bu yerda soliq to'lovchilar haqida emas, bu yerda elektron sof faktura. Ya'ni qizil toifadagi elektron sof faktura yashil. Ya'ni bu yerda misol uchun nima uchun bu tizim joriy qilingan? Bilamizki, bugungi kunda qo'shilgan qiymat soliq zanjiri bor. Shu yerda ayrim soliq to'lovchilar soliqdan qochish maqsadida turli xil sxemalardan foydalanadi. Mazkur tizim o'sha chet el tajribani o'rgangan holda bu yerda xorijiy tajribadan juda ham ko'p bizlarga mos keladigan normalarni inobatga olib biz o'zimizga yaratdik. Ya'ni soliq to'lovchiga zanjir bo'yicha biz ko'rib tursak, o'sha qo'shilgan qiymat solig'ini budjetga kelib tushishi, ya'ni ma'lum mezonlar bor, xavf bo'lsa o'sha qizil toifada o'qiladi. Ya'ni siz soliq majburiyat vaqtiga bajarib yursangiz, hisobotlarni berayotgan bo'lsangiz, soliqlar to'lasangiz, hech vaqt sizni elektron soliq fakturangiz qizilga tushmaydi. Doimo yashilda bo'ladi. Lekin siz doimo kirim qilmasdan tovarlarni realizatsiya qilsangiz, turli xil o'sha sxemalardan foydalanib, sizni soliq fakturalarıngiz qizilga tushadi. Lekin bu ham soliq to'lovchilarga qizil fakturani yashilga ham aylantirishga imkon tizim yaratib berganmiz. Ya'ni siz o'sha shot fakturadagi qo'shilgan qiymat solig'ini to'lab bersangiz budjetda, sot fakturangiz birdan yashil bo'ladi. Ya'ni bu yerda menimcha hamma narsa shaffof, soliq to'lovchilari to'g'ri ishlash uchun barcha imkoniyatlar qilib berganmiz. Yana bir qisqa savolim bor edi. Sun'iy intellekt baribir katta hajmdagi shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlaydi va shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlar bilan ishlaydi. Bu borada qanday ularning shaxsiy ma'lumotlari fuqarolarni yoki soliq tizimidagi ular kafolatlangan? Himoya vositalari haqida biroz oldin biz ma'lumot berdik. Boyagi aytganda, ya'ni bu tizimda siz birovni boshqa soliq to'lovchi ma'lumotini ko'rish vakolati yo'q sizda. Ya'ni boyagi aytib tizimdan elektron raqamli imzodan foydalanasiz. Siz kirganingizda faqat o'zingizga tegishli bo'lgan ma'lumotni ko'rasiz. Rahmat. Rahmat sizga. Bot manzildan kelgan bitta savolni o'qib eshittiraman. Xo'p, AI soliq platformasi korrupsiyaviy omillarni qisqartiradi hamma deb yozishibdi. Bu endi davlatimiz rahbarining asosiy demak tizimlarga, tarmoqlarga, yo'nalishlarga qo'yayotgan talablardan biri va aholining ham talabi shunday, menimcha. Albatta qisqartiradi. Boshqa zamonaviy axborot texnologiyalariga o'xshab, bu sun'iy intellekt texnologiyalari ham inson omilini keskin kamaytiradi. Ya'ni hozir ko'rsatib o'tib ketgan portalimizda ham inson omili mavjud emas. Soliq to'lovchi kiradi, savol beradi, ushbu savollar ma'lumotlar bazasiga borib, ma'lumotlar bazasidan shu ma'lumotlar bazasidan kelgan ma'lumotlar asosiga javob shakllanadi. Ya'ni inson omili nolga teng ushbu jarayonlarda inson omili yo'q joyda korrupsiya xavflari ham ancha pasayadi. To'g'ri. Rahmat.
Assalomu alaykum. Yutak soliq maslahatchilari tashkiloti Suratxo'jayev Xurshidxo'ja savolimiz bor edi. Xudo xolasa mana shu AI soliq bo'yicha mobil приложение hosil yaratiladimi? Ya'ni albatta qulay bo'lardi agarda tadbirkorlar va soliq to'lovchilar ilova orqali xabarnomalar qabul qilsa va ya'ni mana shu soliqni to'lashing yetib kelyapti, mana shunday datalarda mana shunday soliqlarni to'lashing kerak deb avtomatik tarzda уведомлениялар bersa juda ham yaxshi ish bo'lardi. Shu narsa ko'zda tutilyaptimi kelajakda? Rahmat savolingiz uchun. Soliq mobil ilovamizda xabaringiz bor, soliq biznes bo'limini joriy qilganmiz. O'sha soliq biznes bo'limida korxonaning asoschilari, direktorlari, buxgalterlari kirib, soliqqa oid ma'lumotlarni real time rejimida ko'rib kelsa bo'ladi. Bundan tashqari soliq mobil ilovamizda AI yordamchini joriy qilish rejalarimiz ham bor. Ham jismoniy shaxslar uchun, ham yuridik shaxslar uchun mana shu avgust oyi oxirigacha soliq mobil ilovamizda AI yordamchini joriy etib, siz aytgan savollar, siz aytgan imkoniyatlar mavjud bo'ladi. Oldindan xabardor berishga kelsak, ushbu rejalarimiz ham bor. Ya'ni o'sha soliq to'lovchini katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishga imkoniyatimiz paydo bo'ldi va ushbu katta hajmdagi ma'lumotlar asosida biz bashorat qila oladigan tizimlarimizni ham yaratyapmiz. Ushbu bashoratlarni asosida paydo bo'layotgan xavflar haqida ham soliq to'lovchilarni xabardor qilish rejalarimiz bor. Rahmat sizga. Yana bitta savol kelibdi. Bu savol emas, menimcha taklif ko'proq murojaatdan kelgan. Platformadan foydalanish bo'yicha bepul o'quv kurslarini tashkil qiling, video qo'llanmalar bo'lsa yana yaxshi bo'lardi. Bormi shunday rejalar? Albatta bu bo'yicha qo'llanmasi ham bor, buni ham joylashtiramiz. Ya'ni soliq to'lovchilarga albatta u qo'llanmadan foydalanish imkoni bo'ladi. Ya'ni eng tushunarli tarzda tashkil qilinsa, menimcha yanada oson bo'ladi. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Jurnalist Aziz Alijonovman. Hozirgina internet tarmoqlaridan bitta yangilik kelib qolgandan keyin menda savol paydo bo'ldi. Toshkent shahrida deyapti 4.7 milliard so'mlik byudjet mablag'lari cashback sifatida talon-toroj qilindi deyilyapti. Ya'ni o'sha adashmasam bu o'sha chekdan cashback sifatida. Bunaqa holatlar birinchi marta bo'lishi emas. Katta savdo markazlarida, katta savdo nuqtalarida aynan xodimlarning o'zi yoki bo'lmasam boshqa shaxslar mablag'larni cashback sifatida talon-toroj qilish holatlari uchragan. Gap raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt haqida ketar ekan bugungi tadbirimizda ham. Aynan mana shu sun'iy intellektni yoki raqamli texnologiyalarni qo'llagan holatda aynan shuni oldini olishi, shu holatlarni bo'lishdan saqlanishni imkonini yaratadigan bir tizim ishlab chiqilmaganmi hali yoki rejada bormi shunaqa? Bu umumiy soliq tizimiga bo'ldi savol, menimcha juda o'rinli. Platformaga doir bo'lmasa ham, lekin hammani qiziqtiradigan savol, to'g'rimi? Cashback bo'yicha agar qo'shimcha qilmoqchiman, mayli tushuntirish berishmi? Bugungi kunda o'sha talon-taroj qilinyapti degan narsani tagini kelib chiqsa, ya'ni agarda siz soliq to'lovchi yoki qanday fuqaro bugungi kunda xarid qilsa, o'sha xarid bo'yicha bizning tizimdan skanerit qilib cashbackga ega bo'ladi. Lekin boyagi aytayotgan holatlaringiz qanday? Qaysidir fuqarolar bugungi kunda Telegram kanallarida cheklar sotyapti. Olyapti, mana shu chekni sotib olsangiz, budjetdan shuncha pul olasiz, shuncha daromad olasiz deb rasman sotilyapti. Buni fuqarolarimizdan bilib turib shu chekni sotib olyapti. Yana davlatdan yana shu chekni cashbackni talab qilib olyapti. Albatta bu turli xil o'sha boyagi sxemalardan foydalanayotgan yo'nalish bu. Ya'ni bugungi fuqarolar bilib turib o'sha jinoyatdagi o'sha cheklardan foydalanyapti. Agarda har qanday fuqaro o'zini xarid qilgan chek bo'yicha cashback tizimiga ro'yxat o'tkazsa, unga muammo bo'lmaydi. Farruh Karimov, endi bu qirg'oqning bir tomoni, aholi tomoni. Endi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan agar qaraydigan bo'lsak, shuni oldini olish bo'yicha qanday bir tizim yoki AI platformaga o'xshagan bir katta bir islohot bo'ladimi? AI platformada AI cashback degan xizmatimiz bor. Bu jismoniy shaxslarga tegishli. Bu yerda bugungi kunda siz fuqaro sifatida qaysi cheklarni siz biz tizimimizdan ro'yxat o'tkazgansiz. O'sha cheklaringiz bo'yicha sizga cashback beriladimi, yo'qmi? Berilmasligi sababi, qaysi normaga rioya etmaganingizni bu tizim ko'rsatib beradi.
ya'ni men boyagi xizmatlarimiz aytib bergan hammasi yuridik shaxs yoki tadbirkorlarga tegishli, lekin mana bu yerda o'rtada AI cashback degan xizmatimiz ham bor. O'sha xizmatdan siz boyagi aytayotgan o'sha tavsiyalarni shu yerdan olsangiz bo'ladi. Qo'shimcha qilmoqchi edim, o'sha savolga javob bor bu tizimlarimiz. Bu hozir aytayotgan summalar bu eski perioddagi summalar. Buni endi hali o'rganib chiqiladi. Masalan, bugungi kunda agar bunaqa shubhali chek ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, ilovada o'sha soобщение ko'rsatiladi. Ya'ni bu shubhali chekni ro'yxatdan o'tkazyapsiz. O'ylab ko'ring, buni ertaga javobgarligi bo'lishi mumkin degan tahlillar asosida ogohlantirish chiqadigan qilib qo'yilgan. Rahmat. Rahmat sizga. Oxirgi savol, vaqtimiz tugab qoldi. Assalomu alaykum. Sputnik O'zbekiston Xalqaro axborot agentligidan Akimbayev Alisherman. Birinchi savolim, mana aytib o'tildiki, xorijiy mutaxassislar jalb etilmagan, lekin xorijiy davlatlarning ilg'or tajribasi o'rganilganmi shu platformani joriy etilishida? Va ikkinchi savolim, bu platformaning barcha bo'limlaridan foydalanish bepulmi yo kelgusida premium paketlari ham joriy qilish ko'zda tutilganmi? Rahmat. Birinchi savolingizga javob, rahbariyatimiz tomonidan shunaqa imkoniyat yaratilganki, xodimlarimiz boya ham aytib o'tdim, chet el ilg'or davlatlariga chiqib o'rganib chiqilgan. Ya'ni yanvar, fevral adashmasam o'zim ham iyun oyida masalan Koreyaning nufuzli dunyo bo'yicha top 50 talikka kiradigan oliygohlarda mana shu rahbariyatimiz tomonidan yaratilgan sharoitlar natijasida o'qib kelganman. Xodimlarimiz ham o'qib kelishdi. Hozir ham borib, masalan, rejalashtirilgan o'sha chet el davlatlariga chiqib kelib o'rganish. Albatta, u yerdagi ko'rgan narsalarimizni bu platformada joriy qilganmiz. Lekin bitta narsani aytmoqchiman, shu eng rivojlangan davlatlar ham darajamiz bir xil ular bilan. Chunki bu yangi texnologiya. Ular ham hali bizlardan oldin ketolmagan, bizlar ham masalan ulardan qandaydir oldin hali o'tolmaganmiz, deyarli bir xil tempda ketyapmiz o'sha rivojlangan davlatlar bilan birgalikda. Premium masalasi bo'yicha. Premium masalasi davlat tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar qo'shimcha qandaydir to'lovga anaqa qilish mumkin emas. Shuning uchun hamma uchun bepul kirib foydalanishni tavsiya qilamiz. Rahmat. Rahmat. Menimcha mana shu bepul degan joyi kulminatsion nuqta bo'ldi bugungi matbuot anjumanimizga. Ochiq muloqot menimcha juda qiziqarli o'tdi, chunki yangi demak tizim soliq qo'mitasidan ishlab chiqilgan va aholi uchun, fuqarolar uchun, tadbirkorlar va soliq to'lovchilar uchun juda qulayligi menimcha yaxshi taqdimot qilindi. Jurnalistlar ham o'zlarining savollariga javoblar olishdi. Biz soliq qo'mitasi bilan hamkorlikda matbuot anjumanlari, ochiq muloqotlarni yana o'tkazishda davom etamiz. Siz esa O'zbekiston telekanalini kuzatib boring. Ishtirokchilarga va soliq qo'mitasi mutasaddilariga rahmat aytamiz. Omon bo'ling.